Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Assalomu yaxshi, rahmat. Zo'r. Hey, Maftun bu tezda. Muhammad ichki tozalab olayapman. Yarim soat. Hujur shukuri. Zo'rg'a yoqib oldi. Bu yonimi? Bu bo'p. Ichishga nima beray? Choy, kofe? Americano. Menga latte. Biz laktoza decaf cappuccino. Cappuccino. Kallasga shartmi? Ha, bolamni men olib Aylanmaymiz. Mana bu yirtiqmi, tiqmadingmi? Uyda da aytib Boringni olib kel. Saqirga ketolsan. Suv ol. Yur bo'la yurishmay. Mana yur. Nechinchi qavatdan olmoqchisizlar? Rafiqam bilan maslahatlashib ko'rishim kerak. Maftunaxon. Oyjon nima desanglar shu? Islom o'g'lim, siz nima deysiz? O'ylashimcha 3-yo 4-chi qavat bizga juda to'g'ri keladi. Oqilona qaror. Ajoyib tanlov. Borib olaylik. Bor olaman. Muhammad Ali qani? Voy, Islom kalaska dedi-ku bu xonadan. Kalaskada yo'q ekan, men kalaskam sog'dim olib. Xaridingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Marhamat. Kechirasiz Maftunaxon, menimcha siz bolani unutib qoldirdingiz.